Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugun 2 ayning 12 kuni chorshanba. Sizlarga ozroqcha uchurlarni yetkazib qo'yay dedim. Bu hafta vatandan kelgan uchurlar bak ko'p emas. Hozir bilasizlar, butun Sharq Turkistonda hamma odamlarni uyga solab, uydan chiqmanglar deb shunday qattiq qamal qilyapti hozir. Ashta boğaşqa uchur olmoqni bak tasib ketdi. Bu vaqtda yana ayrim to'xtalaman. Dastlabga bugun mashinaga erishgan bir necha paj uchurlarni yetkazib o'tay. Ondan keyin deydigan yana ba'zi gaplarim bor. 2 ayning 7 kuni bir qarindishimizdan bir uchur keldi. Uniki deyishicha Urumchidagi asos qatlamda ishlaydigan bir do'stimdan aholilarninki uydan chiqmasligining yana 20 kun uzatganligini anladim debdi. Şu 7-silar degan bo'lsa, endi 20 kun bo'lsa, 2 ayning oxirigachilik uydan chiqishga bo'lmaydi degan gap. Urumchidagilar endi. Qag'ayadagilar qanday bo'ldi, buni o'qilmaydi. Tunugunki chiqqan bir uchurda xabarda hozir Sharq Turkistonda kasal bilan yuqumlanganlarning soni 55 kishiga yetibdi. İsmada bak ötken hafta ben 27 dedim bu deyim aşağı degen. Ma 55 degan kishi sonu bu hükümetninki sani bunu kam deganda 10 ko'paytirish kerak. Hükümet bu ishlarni qattiq yushiryapti. Yalnız Uyg'urlarga emas, Xitoydagi butun yerlardagi salarning hammani yushiryapti bular. Boshqa bu songa ishongan olmaydi. Hozir chiqqan rasmiy son 2 ayning 11 kundagi son 55 deydi. Ben bek ciddileştim hazır, yakın yakı. Lager toğırlık hiç kandak uçur yok. Bunu internet katı kontrol kıvatıdı. Hani bugün Facebook'ta 2 kardeşimizdeki yazılan uçurunu uçurtup kaldım. Bu en yeni uçur vatenden gelgen. Onu sizlerge aynen deprey. Onun birisi Hatip Sabır degen bir kardeşimizdeki Facebook'ta ismi yaşlarken Hatip Sabır degen o mundakta yazıptı. Ünlülerden eline sanken salam barlık aziz qarindoshlar. Bugün ben apamның ünlüdarıga bir hadimizning degan sözünü anladım deydi. Hada sizge degim keldi. Ko'nglim sizni tartdi. Uyda yeydigan hech narsa yo'q. Hatta ichadigan doramnimi ololmadim. Meşke qalaydigan kömür yok. Ayak qalavatımız. Diginni öz kulakları bilen anladın deydi. Meşke qalaydigan narsa yok. Ayak qalavatımız deb şu anda yaptı. Ünlüdar dediğin gepken. Ondan keyin yana bir qarindoshimizniki Facebook'da onun ismi Hürriyet Yasinke. Facebook'daki ismi. O mundaq ushurni yo'llabdi Facebook'a. Şu 20 saatin oldida. Aslan barliq qarindoshlar, bugun men vatandakilar bilan ko'rishdim. Barliq Uyg'ur yurtlarimi ichkari o'lkalarga o'xshash kishilar uydan sirtqa chiqolmaydigan, uyda qamilib qoldi. Chiqolmay uyda qamilib qoldi. Hatto urug' tuqqanlarmi ko'rishishga bo'lmaydi ekan. Opam bir mahallada o'tirishliq inimninki uyiga yo'qlab kirdi ekan. Sirtda charlaydiganlar opamni tutib, tepkili tasla qoldi. Uydagilarning deyishicha pochtalarmi bugundan boshlab to'xtabdi. Hech qanday posilkalarmi qabul qilolmaydi ekan. Ammo yana lagerga sulash ishini to'xtatmabdi. Ba'zilarni quyayotgan bilan yangidan odam tutib o'tibdi. Bizning yiroq bir tuqqunimizning bir o'g'li yangidan lagerga kirib ketibdi. Doktor sestralar Wuhan'ga yordamga turkumlab minibdi. Hazır saqchilar ve o'qituvchilar ve aholi hukumatining kishileri sirtda charlash ilib bordi ekan. Burun bundaq aniq uchur bermaydi. Ularmi jon tumshuqqa kelganini his qilgan chig'i istitaksiz jon degan mushu balam degan edi. Yuragim qartla qilib qoldi. İstitaksiz jon degan mushu balam degan edi. Yuragim qartla qilib qoldi. Allah ularni o'z panohida saqlasin. Ammo ahvolning yaxshi emasligini his qildim.
Abaydan degandek men bek jiddiyleştim dedim sizlarga. Bunun sebebi lager to'g'riliq hech qanday uchur yo'q. Hozir lagerdagilar qanday qolib ketdi uqilmaydi. Hozir butun Uyg'urlarni uydan chiqib qo'ymasa, yo'llar qup-quruq, qatnash bu narsalar hammasi to'nfitilgan tursa hozir lagerdagilar qanday yashayotdi degan bu bir savol bor oldimizda. Bu odam uchur olmagan sir tutildigan gap. Endi meniki izchil mo'ljallab kelayotganim hozir lagerga solingan Uyg'urlarning soni 3 million bilan 5 millionning oralig'ida. Bundaq ko'p odamni beqish bu bir intayin cho'ng qurilish. Nurg'un kuch ketadi, nurg'un pul ketadi. Hozirgidek hammadam o'ziniki jinni salab qilish uchun tirishayotgan bir mezgilda lagerdagilardan xabar oladigan odam bormi? Yo'q. Bu bir intayin ig'ir savol. Men bu ingliz biladigan qarindoshlar ehtimol biladi. Shu bir qancha kunning mobaynida Twitterda mush masalani qayta chaplayapman inglizcha. Lagerdagi Uyg'urlar saqmi o'ldimi? Ular tirikmi? Xitoy hukumatining ularni saqlab qilish plani bormi yo'q? Mushni dunyo bir aniqlab boqqan bo'lsa, deb mush murojaatnomani to'xtamay qilyapman men Twitterda. Andan keyin bir qism qarindoshlar ehtimol diqqat qildi. Men yaqinda YouTube'dami hali tashqatlarni yaparyapman. YouTube'da ko'p kanallarim bor o'xshamagan tillarda. Uyg'urchadan boshqa Xitoycha, Yaponcha, Ruscha, Turkcha, Arabcha mushu tillarni qilib menyapman hozir. Mush Uyg'ur davosiga biroz foydasi bor narsalarni hammasini yig'ib shu yerga chiqaryapman. Bo'lsa qarindoshlar bir ko'rib qo'yinglar shu nimalarning borlig'ini. Bo'libmi ularga uchur izlayotgan qarindoshlar bir material uchun YouTube'ga kirib qarab boqinglar, nima narsalar bor u yerda. Andan keyin shu har xil tillardagi videolarni taqdirishga yordamlashinglar. Hozir men izchil deb keldim. Chet eldagi Uyg'urlarni qilayotgan eng chong ishi tashviqot. Buni texnik kuchaytirib qilish kerak. Hozir Uyg'urlar ichida o'xshamagan ishlar bilan shug'ullanayotgan qarindoshlar bor. Men sizlarga desam, navbatdagi vaziyatda Xitoyniki lagerdagilarni hozir salomat saqlayotganmi yo'q degan ahvol to'g'riliq Xitoy hukumatining gap qilg'izish intayin muhim hozir. Lekin Xitoy hukumatining lagerdagilarni qanday bir taraf qildi bundan keyin? Ularniki jinni saqlab qolamdi, qolmamdi? Hozir nima ish bo'lyapti? Hozir ularni qanday qilib ularniki hayotini saqlayapti? Mush jihatda Xitoyni gap qilg'izish, Xitoy hukumatini va uniki va'dasini intayin muhim. Hozirgi vaziyatda buni olg'a o'tadigan ish yo'q. Siz qanday ishlarga shug'ullangan bo'lishingiz qat'iy nazar, agar lagerdagi 3 milliondan 5 millioncha bo'lgan xalqimizni oralab qolsak, bizniki bizga bo'lgan ziyon intayin cho'ng bo'lib ketadi. Endi men Xitoy hukumatini mush jihatda bir va'da bergizishni qo'lga keltirsak deb shuni o'ylayapman. O'zimniki tunishlariga bu to'g'riliq davomli to'xtamaymish gapni deyapman. Meniki bir yuqori o'rinda turadigan bir tunishim bordi. U yaqinda Amerika hukumatiga ko'rishdi ekan. Mush ahvollarni desam, u bir yozma shaklda yozib ber deganda, men yozma shaklda inglizcha murojaatnoma yozib berdim unga. U Amerika hukumatiga ko'rishmoqchi. Ehtimol Amerikaning poytaxti DC'dagi qarindoshlarimiz bu jihatda ishlarni qilyapti deb o'ylayman. Hozir bu ishning olg'a o'tadigan ish yo'q. Agar bu ishni o'ylamay turib, boshqa u taka tayinyoq ishlar qilayotganlar bo'lsanglar, u vaqt sarfchiligi hozir. Shunga chet eldagi butun qarindoshlar kuchini markazlashtirish kerak. Men bu to'g'riliq oldingi bir necha qatimliq videolardan dedim. Bulqin chet elda tizimga oldigan tashkilotlarning rahbarlari chuqur iltimos tayyorlab, o'zini turayotgan davlatniki munosabatli o'rinlarga yo'llanglar buni. Ko'rishinglar berib. Shu amaldorlarni ko'rishinglar, iltimosni qilib qo'yinglar. Ana degan ashtaqishni qavatida shu iltimosni xalqaro sayya tashkilotiniki boshliqlariga, anakin BDTga, Yevropa parlamentining boshliqlariga tan yo'llanglar buni. Hozir bundan muhim ish yo'q. Biz lagerniki hozir ahvoli to'g'riliq cho'qim bir uchirishimiz kerak. Bak jimit bo'lib ketdi bu. Bu ish hammalarni asartish kerak. Hozir sirtda yurayotganlar, masalan, ish kirdi hozir Wuhanda nurg'a odamlar o'lib ketdi.
Ülüp ketkenlerinin 61% uyda ülüp ketip baradı bala. Uyda ülüptü, doktorgan demez. Mudaq lagerda usulanmagan kişilerin ahvallaştaq bolsa, lagerda usulanganlarning ahvali qanaq bo'ladi? Bulupmu 3 milyondan 5 milliongacha bo'lgan odamniki hayotini saqlamoq bak tez gap bu. 3 million odam bir kun qancha tomoq yeydi, ma o'ylab basani bo'ladi. Bu tomoq nereden keladi? Nereden ekivatidi? Kim apiryotidi? Kim beqivatidi lagerdagilarni? Bu intayin ig'ir savol bu. Shunga hozir hammamiz mush to'g'ri bosh qatirishimiz kerak. Hammamiz mush to'g'ri ish qilishimiz kerak. Qog'ozlarni qazanish uchun qiymati yo'q. O'ylasam, anlasam yaqinda torbetida ajoyib bir tartishlar bo'lib o'tibdi. Bulupmu hozir Xitoy tarqalgan virusning ishini Allohniki Xitoyga ko'rsatgan jazosi bu degidek. Men burungi leksiyalarimda so'zlagan dunyo ikkiga bo'lindi. Birisi buyruq dunyosi, yana birisi yaralg'uvchilar dunyosi. Bu Numan Alixonniki so'zi. Yasir Qozi buni ko'rinadigan dunyo, ko'rinmaydigan dunyo deb ataydi. Ko'rinmaydigan dunyo Allohga tava. Buyruq dunyosimi Allohga tava. Buni bandalar bilmaydi. Bu buyruq dunyosi bilan ko'rinmaydigan dunyoda nima ishlarning bo'lganligini biz bilmaymiz. Uni payg'ambarlarmi bilgan emas. Alloh payg'ambarlar bunday huquqni bergan emas. Faqat Alloh biladi. Bizning bildirganimiz yaralg'uvchilar dunyosidagi ishlar. Yani ko'rinadigan dunyodagi ishlar. Ma Allohga tava narsa to'g'riliq talash tartish qilishning hojati yo'q. Musulmonlar nurg'un ishlarga talash tartish qilib yashayotgani 1400 yil bo'ldi hozir. Hozir bu nurg'un ishlardagi talash tartishning oxiri uzilgani yo'q. Nimishqa desa, o'ziga tava emas narsalarni o'ziga tava emas ishlar to'g'riliq qaror chiqaradiganga, hukm chiqaradiganga tirishib bo'lamiz. Nurg'un vaqtini, kuchini isrof qiladi. Biz Uyg'urlar unda qilmayli. Biz o'zimiz qilaydigan sohadagi ishlarni qilayli. Hozir oldimizda vazifa bek ig'ir. Ashta bu boshqa qo'ldan keladigan qarindoshlar chuqum vaqtinglarni, zehninglarni, kuchinglarni hozirgi lagerninki holati nima? Mushni aniqlashga, anikin xalqaroniki bir tadbir qo'llanishni qo'lga keltirishga ajrasanglar. Bu ish hozir hamda muhim. Buguncha men mushunchalik aslida men yaqin qo'lga tushgan Xitoy hukumatiniki yangi plani taktikalari to'g'riliq mazmun bor uningda og'ir tugmaydi. Bugunmi uni deyishga ko'nglim yo'q meniki. Shunga hozircha hammamiz shu navbatdagi lagerninki ahvolini aniqlash, Xitoydan lagerdagilarni o'ltirib qo'ymay saqlaydiganligi to'g'riliq bir va'da elish, mush to'g'riliq kuchsak. Ularning va'dasini olsak, hech bo'lmagan joyda vaqti kelgan joyda hisob olib bo'ladi. Mushqatimki virusni hozir bu tabiiy paydo bo'lgan emas. Bu Xitoy hukumatiniki biologiyalik qurol qurilishniki sababidan bo'lgan degan ko'z qarash hozir hali kuchli o'tirg'i chiqyotdi. Agar rasmiy ishlar bo'lib qolgan bo'lsa, o'lib ketgan shu nurg'un odamlarniki jini to'g'riliq xalqaro sud bularniki sudga tortadi Xitoy hukumatining boshliqlarini. Shu chog'da bizmi lagerdagi uyg'urlarniki lagerda qurbon bo'lib ketgan uyg'urlar to'g'riliqmi biroz javobgarliklarni ola olamiz. Shu chog'da jinoyatchilarni jazolashga bo'lsa shu jihat bir qism ishlar qilamiz. Men burun bir misol sizlarga ko'rsatib bergan bir mashina voqeasida bir tarafdan to'g'ri, bir tarafdan xato. To'g'ri qilgan taraf o'lib ketsa, xato qilgan odam keyin jazo tortiladi. Lekin to'g'ri qilgan odamni o'lib ketgan odam tirilmaydi. Bu ziyon bo'lib ketaveradi. Hozir ular ahvol shundoq. Bizningki lagerda o'lib ketganlarni biz qutuldirib qolmaymiz. Lekin eng oxirida ashlar uchun bir adolatlikni qo'lga keltira olsak, shu bir cho'ng ish. Bizning qo'limizga kelgan shu. Bo'lsa chet eldagi barliq qarindoshlar mushjihatda qo'limizdan nima ish kelsa, shuni bir qilib boqqan bo'lsak, albatta men degandek iltimos tayyorlab o'z davlatimizdagi hukumatlarga, BDTga, Yevropa birligiga degandek masalalarga yo'llab, mush xalqaroni aralashtirib, zodi lagerniki hozir ahvoli zodi qandaq. U yerki odamlarni saq tutib turadigan bir tadbir bormi yo'q Xitoy hukumatidan. Mush ishni bir tasdiq qilgan bo'lsak. Menimcha hozir ahvolda buning olib o'tadigan hech qanday ish yo'q. Ma'qul men bergan mushni so'zlay
Kelar qatim ko'rishlik aman bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.